Telefonlarga ulab qo'ydik. Kameralar zo'r ishlayapti. Mana bu ikki ko'zli 3 ta kamera. Bu ko'chaniki. Ichkariniki. Men tushunmadim. O'zim ham qishloqdan chiqqanman, lekin bu agrotexnika nima sababdan bunday qilingan, nima ekilganmi, paxta ekilganmi yo boshqa narsami? Biz asli bu yerga, bu tomonga kamera o'rnatgani kelganmiz. Bitta xona, bu tomondan, bu tomonda bitta xonadonga, mana bu xonadonga kamera o'rnatgani keldik. Assalomu alaykum hurmatli muloq ahli. Hozir biz Muloq tumani O'zgarish mahallasi, Etak mahallasimiz. O'zimizni haqida aytganda bu yerga biz ezvis kamerasini qo'ygani keldik. Patazada bir tomonda olib turadigan oddiy kamerasini ichkariga ikki ko'zli kamerasini o'rnatdik va tashqariga o'sha bitta ko'zli bir tomon qarab kamera o'rnatdik. Kameralar o'rnatib, sunuqqa qilib bo'ldik. Xudo xolasa hozir telefonlarga ulaveramiz. O'zlari Rossiyada mehnat safarida ekanlar. Xudo xolasa telefonlarga ulab ishlab beramiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bizga bemalol aloqa chiqasizlar. Mana kechasini, kunduzini qaysi payt bo'lsam qo'ldan kelgancha bor kameralar o'rnatib ishlab berib kelamiz. Sog' salomat bo'lasizlar. Ming bo'lak kameralar har doimgidek xizmatingizda.